Bugünkü rolikimiz Savat kanalı boyunda joylashgan. Bu yanımızda ekstremli banisi. Yüzünün Savat'ın boyunda chiroyli şekilde salıngan 9 qavatlı binanın 8. qavatında ijara chiqqan ekan. Ijara gerek bo'lib qidirib yurganlarga tashlab qo'yamiz. Yüzünün chiroyli şekilde parkovkalarga ega, stoyankalarga ega. Shuning bo'mimizda 72 metr kvadrat kvartiramiz ekan. Shuna esa bir qator obzor etib yurib o'tamiz. Qani ketdik esa. 8. qavatga chiqdik. 5 xo'jalikli bir podyezda keyin mana esa bismillah deb kiradigan bo'lsak, bedena aboydan chiqqan cho'tki joyimiz ijaraga beriladi. 72 metr kvadrat kvartiramiz 2 xonali eksterni banisining yonginasi. Shunday kanalda Savat kanalının boyunda joylashgan bo'lamiz. Hamma ustoviyasına ega, parkovkalar hamma çok yerda joylashgan joyimiz. Zal kısmı, xon taxta, gilamlari, televizor hamma joyga ega. Yanımızdan yine sanjirlari to'p bo'lib turibdi. Mana ko'rib turibsiz, hamma ustoviyasi bor. Yanımızda kuxnya kısmı umonliklar tushgan. Kuxnya mebellar, xolodilniklar hamma narsasi bor. Gaz, svet, sudan muammo yo'q. Aslomoy 2 xona kvartira. Kuxnyasi yerimizda spalni joylashgan. Spalnimizdan kichkinamiz 326 razmerga tushgan spalnimiz. Mulk egasining nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ijaraga $300 deb turibdilar. Gelip üstünde savdalashib, gelişip bemalol joylashishingiz mumkin. Aziz e'tiborlar uchun katta rahmat deb qolamiz. Yangi videomizda görüşguncha. Xayr, sog' bo'ling.